Hozirdan keyin men aytib beraman. Shunda jonimga tegib ketding. Nimaga urushyapsan? To'polon qilib jonimga tegdi buningiz. Kefsin. Shu yerda turasalim. Mana bu sizga jonim. O'yinchog'im sizga. Voy, buncha erkalatib yormayapsiz bularni? Onasi qiz bolaga otasi ko'proq gul berish kerak. Qiz bolaga otasi ko'proq pul berish kerak, ko'proq mehr berish kerak. Ertaga kimdir arzimagan gul bilan, arzimagan mehr bilan aldab ketmasligi kerak. Menga ham olib berasizlarmi? Yo'q. Yo'q ekan senga. Ketdik qiz. Shedevr Flowers'da katta chegirma. Qizingizga, singlingizga bitta gul oling, bitta yumshoq o'yinchog'i tekin. Faqat mumkin obunachilari uchun. Bilaman, hozir siz narxini so'raysiz. Ushbu qo'limdagi guldasta 150 ming so'm. Bunisi ham 150 ming so'm. Ushbu guldastalarni barchasini hamyonbop narxda xarid qilishingiz mumkin. Adolat, buni olib beraymi, buni olib beraymi? Bunisini olib bering. Sizlarga ham juda ko'p yangiliklarimiz bor. Mumkin obunachilar uchun eng zo'r yangilik. Endi siz do'konga kelasiz, eng arzon narxda chegirmada xaridni amalga oshirasiz va do'kon sizga bergan chekni mumkin ilovasi orqali skanerdan o'tkazasiz va sizga 2% cashback qaytariladi. Adolat qara. Mana ko'rib turganing boru? Qatortol Optiviy bozori. Mana bu tomon u avtobus o'tib ketayotgan muqimiy ko'cha. Sport tovardan shunday chapga burilib kelganingda Qatortol Optiviyga yetmasdan chap qo'l tomonda Shedevr Flowers Shop 4 qavatli domda tegida. Tushundim.